Yovvoyi Qo'chqor, katta, og'ir va beshafqat. U ogohlantirishlarsiz keladi va har qanday yo'llarni parchalaydi. Dodge Ram haqiqiy yovvoyi xarakter. Dodge Ram boshidanoq haddan oshish uchun o'ylangan. Oldinlari Amerikada pikap desa ish, ferma yoki yuk tushunilardi. Lekin Ramda esa Dodge muhandislari butunlay boshqacha fikr qilishgan. Unga yumshoqlik yoki tejamkorlik emas, qattiq xarakter, og'ir kuch va bosim kerak deyishgan. Ular ramali shassini maksimal yuk va zarbalarga moslab qayta ishlashdi. Kuzovni kengaytirishdi va pikapni oddiy transportdan yovvoyi Qo'chqorga aylantirishdi. Kuzov ataylar baland va keng qilingan. Bu proporsiya Ramga yerda tagi urilmasdan yurish va yuk ostida maksimal geometriyani saqlash imkonini beradi. Old qismi deyarli vertikal. Bu katta V8 motorni sovutish va havo oqimini cheklamaslik uchun qilingan. Rama tipidagi shassi bu yo'l avtomobillarida ham yo'q konstruksiya. Bu Ramga og'ir tirkama tortish, kuzovni qiyshaytirmasdan yurish va off-roadda ham sinmasdan harakatlanish imkonini beradi. Baland clearance, tosh, qum va balchiqni tanlamasdan yurish uchun. Bu vahshiy Qo'chqor butunlay yo'lni o'ziga moslab oladi. Dodge Ram birinchi avlod 1981, katta kuzov, oddiy V8 motorlar, ish uchun chiqarilgan pikap. Ram ikkinchi avlod 1994, V8 Magnum motorlar. Qo'chqorga o'xshagan oldi dizayn bilan pikaplarga xarakter olib kirgan avlod. Ram 3-avlod 2002, 507 litrli Hemi V8 motor paydo bo'ldi. Shu avloddan boshlab pikap ilk bor faqatgina kuch ramziga aylana boshladi. Ram 4-avlod 2009, Hemi motor takomillashdi va salon sifatli bo'ldi. Bu komfort va kuch muvozanatini topgan avlod. Ram 5-avlod 2019, yangi platforma, kuchli shassi, zamonaviy texnologiya va aynan shu avlodda haqiqiy monster paydo bo'ldi. Ram TRX 5-avlodning eng yovvoyi versiyasi. 602 litrli V8 supercharged Hilka, 702 ot kuchi va baxa off-road poygalari uchun tayyorlangan zavod pikapi. Bu Raptorni ortda qoldirish va qoidalarni parchalash uchun chiqarilgan vahshiy Qo'chqor. Ram yillar davomida kattalashdi, kuchaydi, xarakter to'pladi va TRX bilan u qanchalik vahshiyligini hammaga ko'rsatdi. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Hennessy Ram TRX ga alohida video qilib to'xtalamiz.